Implant homiladorlikdan saqlovchi zamonaviy usullardan biri hisoblanadi. Implantda mahalliy og'riqsizlantirish yo'li orqali bilak sohasiga joylashtiriladi. Tashqi ko'rinishidan implant joylashtirilgan joy, ya'ni bilak sohasi hech qanday o'zgarishsiz, har doimgidek tana a'zolarida shunday holatda turadi. Implantlarni joylashtirish uchun hayz kunini hech qanday aloqadorlik joyi yo'q. Istalgan kuni qo'yish mumkin. Implant tabiiy va kesarli secheniya bilan yakunlangan tug'ruqdan so'ng 1 oydan keyin ham qo'ysa bo'ladi. Emizikli davrida ham implantlar hech qanday ona yoki bolaga ziyon joyi yo'q. Implanton tarkibi mikrodozirованный homiladorlikdan saqlovchi dorilar bilan to'ldirilgan. Bilak sohasiga joylashgandan so'ng implanton ishlashni boshlaydi va tuxumdonda faoliyat pasayadi, ya'ni ovulyatsiya kuzatilmaydi. Bachadon ichi shilliq qavatidagi shilliqlarni qo'yiqligi oshkorligi sababli spermatozoidlar harakati butunlay to'xtaydi.